Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana endi gap qolmagandan keyin arzimagan narsa bo'lsa ham odamlar orasidagi gaplarni aytib qo'yaylik. Bu arzimagan gap emas aslida. Buni tagida juda ma'no katta. Qiynalgan odamlarni ovozlarini men gapirmayman. She'r qilib aytilgan, shu o'qib beraman. Gapiryapti deb o'ylamanglar tag'in meni. Nafaqa haqida, bir oilasidagi pullar yetmayotganligi haqida, 900 so'm nafaqa olaman. 400 so'mini MIBga to'layman. Pasport muddati tugagan ekan, yangi pasportga 400 ming to'layman. Mening pullarim tugadi bugun. Nafaqaga bordir 20 kun. Nima qilay o'ylayman kunu tun. Tanqid qilsam qamalishim mumkin. Men prezidentni maqtagan edim, paxtakor, maddoh degan nom oldim. Ishonganim faqat bir Allohim bir mening panohim. Ana shunday gaplar ketyapti ko'chalarda. Endi ikkinchisi, bir ayol yig'lab gapiryapti. 5 ta bolasi bor ekan. Eri yo'q ekan. Bir o'zi qiynalyapti ekan. Hech qanday najot yo'q miyamda dardu g'am. Men 900 so'm nima bo'ladi desam, bir ayol chiqib dedi, dilida alam, 5 million nima bo'ladi dedi u ham. Menda 5 million bo'lsa boyman deyman. Turli yemishlarni olib yeyman. Egnimga yangi kiyimlar kiyolmayman. Nafaqamni oshiringlar deyolmayman. U ayol svet narxin oshganin aytdi. Yuragida alamlar toshganin aytdi. Svet beboshlig'in aytdi. Uyda gazi yo'q, ko'z yoshlig'in aytdi. 5 bolalarimga yetkazolmayman. Men boshqa yerdan pul topolmayman. Bolalarimga kiyim ololmayman. Pul arzimagan pulni ulay olmayman. Degan dardu alamlarni gapiryapti. Mana aziz vatandoshlarim, zerikmanglar deb shu she'rni ham aytib qo'ydim-da endi. Ma'nosini chaqaverasizlar. Nima bo'lar edi? Kutib yotaveramiz-da. Qachon yaxshi kunlar bo'lar ekan deb, qachon biz ham oyligimiz oshar ekan deb. Unisi 900 ming so'm pul bir oyga gapirib o'tirsa, bu yoqdan 5 ta bolasiga 5 million so'm to'g'ri-da. Har bir odamga 1 milliondan hisoblaganda nima bo'ladi? U nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi-da.